Alisher Navoiy haqida 10 ta fakt. Alisher Navoiy 1441-yil 9-fevralda Hirotda tavallud topgan. Alisher Navoiy ijodkor ziyolilar oilasida tug'ilgan. Uning bobosi Abu Said shoir bo'lgan. Ikkinchi bobosi Muhammad Ali esa musiqachi va xattot sifatida tanilgan. Alisher Navoiy 7 yoshida Farididdin Attorning Mantiq-ut Tayr asarini yod olgan. Alisher Navoiy 16 ta adabiy janrda ijod qilgan. Navoiy turkiy tildagi ilk xamsani 2 yil davomida yozgan va bu asar dunyoning 64 tiliga tarjima qilingan. 1469-yilda Navoiy do'sti Husayn Boyqaroning taxtga chiqishi munosabati bilan 90 baytdan iborat Hiloliya qasidasini yozgan. Alisher Navoiy o'z jamg'armasi hisobidan Hirotda va butun Xuroson hududida 300 dan ortiq inshootlar qurdirgan. 2009-yilda Merkuriydagi krater Alisher Navoiy sharafiga nomlangan. Toshkent, Samarqand, Navoiy, O'sh, Baku, Tokio, Shanxay kabi dunyoning ko'plab shaharlarida Alisher Navoiyning haykallari o'rnatilgan. Alisher Navoiy 2 ta taxallusda ijod qilgan. U Navoiy taxallusi ostida turkiy tilda ijod qilgan bo'lsa, forsiy tildagi ijodi foniy taxallusi bilan tanilgan. Alisher Navoiy 1501-yil 3-yanvarda vafot etgan.